Dollar kursi yana oshdi. 3-4 may kunlari uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. 1-may kuni 37,19 so'mga tushib, 11.937,60 so'mni tashkil qilgan edi. 4-may uchun valyutalar kursi yangilandi. Unga ko'ra dollar kursi 15,13 so'mga oshib, 11.952,73 so'mni tashkil qildi. Bu narx valyuta birjasida bo'lib o'tgan savdolar asosida shakllantirildi. Markaziy bank ham o'z saytida e'lon qildi. Dollarning so'nggi kunlardagi o'zgarishi 27-aprel kuni esa 4,52 so'mga oshib, 12.020,48 so'm bo'ldi. 28-aprel kuni esa 52,48 so'mga oshib, 12.072,96 so'mga, 29-aprel kuni esa 43,76 so'mga tushib, 12.029,20 so'mga tenglashdi. 30-aprel kuni dollar 54,41 so'mga tushib, 11.974,79 so'mni, 1-may kuni 37,19 so'mga tushib, 11.937,60 so'mni tashkil qildi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, yevro 47,9 so'mga tushib, 13.961,2 so'mni, rubl esa 0,17 so'mga tushib, 159,47 so'mni tashkil etdi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Kursif O'zbekiston hafta davomida dollar kursi qanday o'zgargani haqida yozgan edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.